Aktyorlarning intellekti xonandalarnikidan balandroq. Farhod Abdullayev san'atdagi alohidalik, sohaga befarqlik va teatrga qo'ng'iroq orqali kelib qolganlar haqida gapirdi. Artist deganda kim tushuniladi? San'atda har xil soha vakillari faoliyat yuritadi. Misol uchun, ko'pincha aktyorlarni qo'shiqchilar bilan bir qatorda ko'rib, artist deyshadi. Men bunday deyishni xohlamayman. Aktyor va xonandalarning darajasini ajratish kerak. Hofizlar xafa bo'lishmasin, aktyorlarning intellekti xonandalarnikidan baland. Ular tezroq ashula qilib, elga tanilib, kimgadir bergan 3-4 so'm pulini chiqarish harakatida yuradi. Ularning turmush tarzi shunaqa, deydi aktyor. Biz aktyorlar ularga nisbatan kengroq fikrlaymiz va kitob o'qiymiz. Eng o'qimaydigan aktyor ham yiliga taxminan 20 tacha kitob o'qiydi. Chunki teatrga pyesa olib kelinadi, o'qiladi, muhokama qilinadi. Har bir pyesa bitta kitob degani. Aktyorlar orasida ham kitob o'qimaydiganlar bo'ladi, lekin shular ham hech bo'lmaganda pyesalar o'qiydi. Aytayotganlarim teatrning haqiqiy aktyorlari haqidagi mulohazalar. Bu yerda qo'shimcha adabiyotlarni o'qiydiganlar yo'q emas. Bu ularning fikrlashdan bilinadi. Shunday ekan, xonandalik va aktyorlik ikki alohida soha. Bu ikkisini qo'shib bitta nom bilan san'atkorlar deb atashadi. Bir fikrim bor. Alohida soha vakillarini qo'shib unvonlar berishadi. Yo bu unvonni ajratish kerak, yo yana bitta unvon qo'shish kerak. Bu degani O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz degani. O'shanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz O'zbekiston xalq hofizi bo'ladi. Aktyorlar esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va O'zbekiston xalq artisti bo'lishadi. Shunda har ikkisi bir-biriga aralashmaydi. Onam rahmatlining buni tushunganlarga qoyil qolaman. Avvallari onamni artistning onasi deyishsa, mening o'g'lim aktyor der edi, deydi aktyor. Sobiq ittifoq davrida Leninning partiya a'zolarining rolini o'ynagan odamlar albatta SSSR xalq artistlari bo'lishgan. Lekin G'ani A'zamov, Obid Yunusovdek aktyorlar aslida gastrol spektakllar qo'yib teatrni boqqan. Lekin bular uncha e'tiborga olinmagan. Hatto ota-onalarimiz ham komik obrazlardan ko'ra jiddiy rollarni, masalan, raykom, partkomlarni o'ynasangchi deyishardi. Aslida esa komik janrda ijod qiluvchi aktyorlar ko'ngli bo'sh va juda aqlli bo'ladi. Misol uchun o'zim rossiyalik aktyor Nikulin bilan gaplashib, kitoblarini ham o'qiganman. Obid Yunusov bilan suhbatlashganman. Obid Asomov bilan dunyoning gurungi haqida gaplashganda, u inson ham hayotda umuman boshqa odam bo'lgan. Ammo katta, tragedik, gavdali lekin fikri yo'q aktyorlar ham bor. Ularning gavdasi katta-yu, fikri kichik. Fikri yo'q insonning ham mehri ham yo'q. Fikr qachon paydo bo'ladi? Bir narsani ko'rib mehringiz tushsa, keyin nega bunday degan savollar sizni fikr qilishga undaydi. Voqelikni ko'rmasdan, fikrlamasdan o'tib ketaversangiz, qayerdan faylasuf bo'lasiz? Oldinlari partiya yig'ilish tadbirlarida so'zga chiqish kerak deysa, o'zining alohida o'rniga ega Soyib Xo'jayev, G'ani A'zamov, Shukur Burxonov yoki Olim Xo'jayevlarni yuborishmasdan Leninning rolini o'ynaganlarni yuborishardi. Misol uchun, hozir ham teatrda o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, lekin bir aktyor prezident bilan uchrashuvda paydo bo'lib qoladi. Uning o'rniga fikrlaydigan odamni yuborishsa, o'tirganlar uning nutqidan zavq oladi. Chunki u gapirishni biladi. Ana o'shanda u ko'pchilikda aktyorlar yaxshi fikrlar ekan degan xulosaga keladi. Bularni aytishimdan maqsad hamma aktyorlar ham yaxshi fikrlar ekan. Ular bilan ham hisoblashishim kerak degan ma'noga olib kelish, deydi Farhod Abdullayev. Meni teatrdagi ko'p holatlar qiynaydi. Masalan, shulardan biri, bir aktyor teatrga telefon orqali kelib qoldi. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Agar uning o'rniga operatorga rol berilsa, undan yaxshi qilib o'ynab beradi. Ammo ana u aktyor oliygohni tugatgan. Davlat unga pul to'lagan. Lekin hech kim unga kontraktni buzib, siz teatrga noloyiqsiz deb ayta olmaydi. Shu bola mana mag'rur yuribdi. Eng qizig'i, u haqida gapirib, bu noto'g'riligini, uning yurishi yoshlarga ham ta'sir qilishini aytganimda, kattalardan faqat Rixsa opa munosabat bildirdi. Qolganlar jim o'tirishibdi. Jim bo'lishlari ham mayli. Chiqqandan keyin unga hammasi joyida, yuraver deb qo'yishadi. Ana undan keyin u bola albatta men to'g'ri yo'lda ekanman deb o'ylaydi, deydi aktyor.
Meni eng ko'p befarq odamlar qiynaydi. Eng yomoni ham insonlarning yon atrofiga nisbatan befarq bo'lishidir. Keladi, ishni bitirib jim ketadi. Teatrni, uning ertasi nima bo'lishini umuman o'ylamaydi. Teatr haqida ikki og'iz gapiring deyishsa, na yaxshi, na yomon gap ayta oladi. Aslida yoshi, tajribasini hisobga olganda, hozir ularning gapiradigan vaqti. Shu kabi odamlarni tushunmayman. Jim kelib, jim o'tirgandan ko'ra, hech bo'lmaganda o'z ish haqida ijobiy gap aytsin. Hamma sohaga o'z fidoyilari kerak. Xuddi shunday. Teatrga uning ertasini o'ylaydigan, qayg'uradigan fidoyi aktyorlari kerak, deydi Farhod Abdullayev. Hamma o'zini o'ylaydi. Nima uchun shu paytga kelib jadidsirab qoldik? Hammamiz jadidlar kerak bizga deymiz. Nima uchun? Chunki o'zini o'ylaydiganlar ko'payib ketdi. Hamma o'zini o'ylaydi. Jadidlarning eng katta kuchi ularning hammasi o'ziga to'q insonlar bo'lgan. Tirikchiligini qilib, indamay yursa bo'ladigan vaziyatda ular xalqni o'ylab gazeta chiqaray, teatr quray, maktab ochay, bolalarni o'qitib millatni ko'taray deb jonini fido qilgan, deydi teatr va kino aktyori Farhod Abdullayev.